Qarski tilda deb shuni aytadi-da. Men sizga aytdim, hammasini probasi past chiqardi. 90% past chiqadi-da. Tekshirdik, ko'rdingiz, buniki ham past chiqdi. Toshlarni minus qilib, dem bo'ling sizda 1 poyna 2 ta ekan-da. Mana buni qo'lingizga olibsiz. Nima qiling? 6 million bo'pti-da. Toshlar bilan probasini minus qilgan, spektr qog'ozini olibsiz. Mana 504 chiqdi probasi. Toshlari bilan minus qilib 504 probaga hisoblaganda 6 million so'm bo'pti. Bu xarsga anaqiz, buni hali hisoblamadim. Yo'q, mana buni hisobladingiz. Bo'radimi, aynan. Anuni ham qo'shib oling-chi, qanaqa bo'ladi? Buning 6 million bo'ldi-da, hammasi. Hop, bu 583 probada 568. Buning ham toshlar bor-da, qizig'i. Bu ispomni toshli narsalar taqqan ekan. 568 ekan. Mana o'rtasida yashil toshlar og'ir bo'ladi. Yana mayda toshlar ham bor. Bunga ham minus qilaman-da. Ya'ni общий minus 1 qo'raman toshiga 468 ga, buni birgina mana 860 mingdan hisoblayman. 4 million 24 ming chiqdi. 4 million 50 ming qilib beraman. Bo'lmagan farqi yo'q, sotsam bo'ldi, baribir taqilmayapti. Baribir o'zingizniki kelganda. Farqi yo'q bo'lsa qani 4 million 50 ming bilan plus 6 million anoningiz bo'ldi. 10 million 50 ming chiqdi. Sizga farqi yo'q, baribir 10 million qilib beraman, tekis qilib. Siz qo'shmoqchi emasmisiz mabodo? Yo'q, nima? Farqi yo'q, baribir sizga. Nima qilay? Lozimsiz 10 millionga? Mayli. Gap yo'q, sizda klientlik ko'paysa. Mana 10 million xolasangiz bemalol sanab oling. Yo'q, bo'ldi, ishondim. Hardamizga kelaman o'zi. Hop. Rahmat. Yana tillaringizni hisobga oling. Hop, sog' bo'ling, charchang. Agar sizlarni ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, men bilan pastda MMLga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.